Bismillahirrohmanirrohim. Hofiz Ibn Hazm rahmatullohi alayh Al-Ihkam fi usulil ahkam kitoblarida Imom Malik rahmatullohi alayhidan rivoyat qilib aytadilarki, kim islomda biror bir bid'atni, yangi amalni paydo qilsa va o'sha qilgan ishini o'zi chiroyli deb hisoblasa, shubhasiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam risolatga xiyonat qilibdi deb aytgandek bo'ladi go'yo. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda bugun men sizlarga diningizni mukammal qilib berdim deb marhamat qildi. Shunday ekan, o'sha kuni, ya'ni mana shu oyat nozil bo'lgan kuni din bo'lmagan narsa bugun ham din emas. Chunki din o'sha vaqtda mukammal bo'lgan edi. Risolatning mukammalligi Alloh taolo islom dinini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hayotlik davridayoq mukammal qilib bergan, to'liq qilib bergan. Unda hech qanday kamchilik yo'q edi. Din nomidan yangi bir ibodat turi yoki diniy amal o'ylab topgan odam go'yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizda buni yetkazishni, bizga bu narsani yetkazishni unutgan degandek bo'ladi. Oltin qoida bor, shuki o'sha kuni, ya'ni biz sizga diningizni mukammal qilib berdik deb turib oyat tushgan kuni din bo'lmagan narsa bugun ham din emas. Din bo'la olmaydi. Bu jumlaga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ularning sahobalari qilmagan, dindan deb hisoblamagan har qanday diniy yangilik keyingi davrlarda ham aslo dinning bir qismi bo'la olmaydi. Alloh aytganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilishimizni nasib qilsin. Bi rahmatika ya arhamar